Mahallamdan chiqib kelyapman. Okalar, yo'l umuman ko'rinmayapti. Ko'ryapsizlarmi? O'sha geribli oyna turibdi-manda, onasini yemsa. Harakatlanyapman, yo'l umuman ko'rinmaydi. Mana soya salqinga o'tgan payt ham bunaqa ahvol bo'ladi. Mana qarang. Yo'l ko'rinyapti, yana bitta atrajeniya tushsa yo'l ko'rinmaydi. Tushunyapsizmi? Oka, bir tiyinga qimmat ishlab chiqaradiganchilik ham aytaman. Bir tiyinga qimmat oyna chiqaryapsizlar. Umuman standartga javob bermas ekan. Eng yaxshisi o'sha o'zi zavodskiy oynasini qo'yib, oddiy sonchizlashni plyonka torttirganingiz mindan min yaxshi ekan. Ko'rsanglar bo'ladi, o'sha geribli, mana o'zim mojnamni geribli oyna. Bir tiyinga qimmat, okey? Ming afsuslanasiz, mana oynani qo'ydirganingizga, mana oynadan qo'ydirganingizga. Ming afsuslanasiz. Balki bu videoni mana hozir ko'rsa, shunaqa oyna qo'ydirganlar o'zi yozadi mana kommentariyasiga. Ey, tufti ekan deb. Akalar, qo'ydirmanglar. Bir tiyinga qimmat. Puliga ham arzimaydi. Hozir o'rtacha narxi 70-80 dollardan 110 dollargacha qo'yishyapti. Arzimaydi. Eng yaxshisi o'sha o'zini zavod oynasiga sonchizlashli plyonka yopishtirish. O'sha zavodga. Mana masalan, ikkinchi jentramda ko'rsangiz bo'ladi, aka, mana. Zavodskoyda o'sha qoraytirilgan sonchizlashni qo'yganman. Standartga javob beradigan. Na sovushlaydi, na boshqa narsa qiladi. Yurganni atrajeniya beradi. Bir tiyinga qimmat garuvchi. Arzimaydi. Puliga ham, sifatiga ham, o'ziga ham. Standartdan qo'ymasa, sonchizlashni yopishtirib yuraveringlar, aka.